Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Koreyada atalmış Şinjan Yaxşıcay namlıq yalğan təşviqatını başladı. Xitay yaqinqi mezgillarda Şərq Türkistandagi jinoyatlarni yoshirish uchun davomlashtirayotgan atalmış Şinjan Yaxşıcay nomidagi saxta təşviqatını texmo kuchaytirayotgan bo'lib, bu qitim Koreyada Şinjan Yaxşıcay madaniyat sayohat haftaligi boshlagan. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi 16 noyabr Koreyaning poytaxti Seulda atalmış Şinjan Yaxşıcay madaniyat sayohat haftaligi faoliyatining ochilish marosimini o'tkazgan. Ochilish marosimida so'z qilgan Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchisi Shin Hayming bilan atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq madaniyat va sayohat nazoratining muavin mudiri Jang Yongdong qatorliqlar bu qitimliq faoliyatning Xitoy va Koreya xalqining do'stligini kuchaytirishga turtki bo'lishini, texmo ko'p koreyalik do'stlarning Shinjongga kelib ziyorat qilib, rayonning haqiqiy ahvolini his qilishini umid qilamiz deb bildirlashgan. Atalmış Şinjan Yaxşıcay madaniyat sayohat haftaligi faoliyatini Seuldagi Xitoy madaniyat markazi, atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq madaniyat va sayohat tarmoqlari va Koreya Xitoy iqtisod, madaniyat va ma'arif jamiyati birlikda qo'llagan. Mazkur yolg'on tashviqot faoliyati bu oyning oxirigacha davomlashadi ekan. Faoliyat jarayonida Seuldagi Xitoy madaniyat markazi bir vaqtda 100 ga yaqin atalmış Şinjan bosh tema qilingan Sharq Turkistondagi jinoyatlarni pardozlaydigan foto suratlarni to'rda va to'r sirtida ko'rgazma qilgandan boshqa saxta tashviqot filmi, qisqasin hujjatlik film qatorliqlarni ko'rsatdi ekan. Xitoy rejimi bu xildagi saxta tashviqotlarni navbatda xalqaro kun tartibida turayotgan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatiga qarshi sadolarni o'chirish va o'z jinoyatlarini yoshirish uchun uzluksiz kuchaytirmoqda va doirasini kengaytirmoqda. Shundaqla Sharq Turkistonda bostirish, har xil bahonalar bilan tutqun qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli ijro qilmoqda. Erdoğan Türk Memleketlik O'quvchilar birlashmasida Sharq Turkistonni tilga oldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 18 noyabr İstanbulda ochilgan Memleketlik Türk O'quvchilar birlashmasining 62 navbatlik umumiy yig'inida qilgan so'zida Sharq Turkistonni tilga oldi. Türkiye Prezidentlik Mahkemesi'nin xabar qilishicha, Prezident Erdoğan 18 noyabr İstanbulda ochilgan Memleketlik Türk O'quvchilar birlashmasining 62 navbatlik umumiy yig'iniga ishtirok qilgan va yig'inda qilgan so'zida Sharq Turkistonni tilga olgan. Erdoğan Memleketlik Türk O'quvchilar birlashmasining 1916 yili qurilganligini, tarixdan buyon agri-to'qay yo'llarni boshdan kechirganligini, birlashmaning Çanakkale mujodalasidan boshlab ko'plagan rayonlarga kengayganligini, bu jarayonlarda Turkiya Bulg'aristondagi turk mozorliqini o'zgartirishga qarshi turish, Xitoyni vatanning qo'yniga qaytirishdan Sovet ittifoqining tahdidiga qarshi ko'rishigacha, Siprus masalasiga ega bo'lishdan tortib Sharq Turkiston masalasining taraqqiyotigacha, Ayasofya jamiyasining qayta ibodatga echilish da'vosidan Buyuk Turkiya ko'rishini o'z ichiga olgan doiragacha kengayganligini ta'kidlagan. Xitoy BDT qo'mondonlik organining Koreyani qo'g'dash taklifiga qarshi chiqdi. Birleşken Devletler Teşkilatı qo'mondonlik organiga a'zo davlatlar Koreyani qo'g'dashni qayta ta'kidlagan, ammo Xitoy bu qarorga qarshi turadiganligini bildirgan. Amerika ovozining 18 noyabrdagi xabarida qayd qilinishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı qo'mondonlik organiga a'zo 17 davlat Janubiy Koreyaga yordam berib, Shimoliy Koreyaning har qanday hujumidan mudofaalanishga kuch chiqarishni yana bir qatim ta'kidlagan bo'lib, Xitoy buningga qarshi turadiganligini bildirgan. Oldingi hafta 17 davlatning mudofaa ministrlari va vakillari Koreya davlat mudofaa ministrligining taklifiga binoan Seulda tarixiy bir yig'in ochgan. Gerçi Birleşken Devletler Teşkilatı qo'mondonlik organining bir qancha a'zosi Amerika bilan Koreyaning birlashma harbiy manevriga qatnashib kelgan bo'lsa-mu, ammo 14 noyabrdagi yig'in BDT qo'mondonlik organi qurilgan 70 yildan beri Afrika, Yevropa, O'rta Sharq, Shimoliy va Janubiy Amerikadagi a'zo davlatlarning tunji qatim jam bo'lishi ekan. Yig'inga qatnashuvchi davlatlar yig'indan keyin birlashma bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda Shimoliy Koreya yarim orolda qurolliq dushmanlashish va qurolliq hujumlarning yuz berishi, Birleşken Devletler Teşkilatı va Koreya Cumhuriyatining bexatarligiga jang e'lon qilgan bo'ladi. Har qaysi davlat buningga qarshi birlikda qarshi turadi deb jakarlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning Beijingda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida
BDT qo'mondonlik organini tanqid qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti armiyasining ayni vaqtdagi so'g'uq munosabatlar urushining mahsuli ekanligini, qonuniy asosi yo'q va vaqti o'tib ketganligini, bu xil qarshilashishni qo'zg'ash rayonda jiddiychilik paydo qiladiganligini da'vo qilgan. Arab ellari tashqi ishlar ministrlarining Xitoy ziyorati kishilarni echindirmoqda. Xitoy rejimi islom dunyosiga qaratgan 200-lamachi siyosati bilan arab davlatlarini aldashga va Falastinni qo'llagan qiyofatda Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yoshirishda muvaffaqiyat qozonganda ko'rinayotgan bo'lib, bu qatim arab davlatlari tashqi ishlar ministrlaridan tashkillangan vakillar o'miki Falastin masalasi uchun Beijingga yetib borgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining organ to'rida qayd qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingga ziyoratga kelgan mazkur vakillar o'miki bilan ko'rishgan bo'lib, vakillar o'miki Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhan, Iordaniyaning muavin bosh ministri, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Ayman Safadi, Misr tashqi ishlar ministri Samih Shukri, Indoneziya tashqi ishlar ministri Retno Marsudi, Falastin tashqi ishlar ministri Riyaz Maliki va Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Husayn Ibrohim Taha qatorliqlardan tashkillangan. Vakillar o'miki bilan ko'rishgan Wang Yi Arab va islom dunyosi tashqi ishlar ministrlarining Xitoyning xalqarodagi murassa masalasida birinchi bekat qilganligini, buning Xitoyga bo'lgan ishonchning yuqorligini ko'rsatib beradiganligini hamda ikki tarafning o'zaro tushunish va qo'llashdek an'anasini aks ettirganligini, Xitoyning Arab va islom davlatlarining yaxshi do'sti ekanligini, Falastin xalqining qonunli huquqiy va manfaatini asliga keltirishdagi adil ishlarini izchil qo'llab kelganligini, Xitoyning Isroiliya bilan Falastin to'qinishida adolat va haqqoniyat tarafda turadiganligini da'vo qilib bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, 21 noyabrgacha Xitoyda ziyoratda bo'ladigan mazkur vakillar o'miki Xitoy bilan Falastin Isroiliya to'qinishining pasayishini ilgari surish, fuqarolarni qo'g'dash, Falastin masalasini adil hal qilish qatorliq temalarda suhbatlashadi ekan. Netanyahu Amerika bizga zarur bo'lgan o'q-dorilarni avatishni davomlashtirmoqda dedi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu 43 kundan buyon G'azza rayoniga hujum qilayotgan Isroiliyaga Amerika hukumatining zarur bo'lgan o'q-dori avatishni davomlashtirganligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Netanyahu Tel Avivda davlat mudofaa ministri Yoav Gallant va hukumatning urush kabineti a'zosi Benny Gantz bilan birlashma axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Netanyahu Isroiliyaning G'azzaga boshlagan hujumlarining 7-oktyabrdan buyon Amerikaning yordamini kapolatga ega qilish uchun intayin kuchli diplomatik tirishchilik ko'rsatganligini ta'kidlab, suyumli do'stimiz Joe Biden boshchiligidagi Amerika biz bilan o'rtaq manfaatlarni ko'zda tutmoqda. Bizga alohida suv osti paraxoti va dengiz armiyasi bilan aviamatkilarini avatdi. Zarur bo'lgan o'q-dorilarni avatishni davomlashtirmoqda degan. Netanyahu yaqinqi bir necha haftadan buyon Amerika ichida va dunyoning har qaysi joylarida Isroiliyaga qarshi g'oyat zo'r besimlar paydo bo'lganligini eskartib, shundaqdimi bularning ba'zilaridan o'zini qochirishda va qutulishda utuqqa erishganligini ilgari surgan. Netanyahu G'azzada Hamasning qo'lidagi Isroiliyalik asirlarning qo'yib berilishiga doir kelishimlarga aloqador nurg'un yolg'on xabarlarning borligini tilga olib, hozircha biror kelishim yo'q. Agar kelishim hosil qilinsa, uni Isroiliya xalqi bilan o'rtoqlashimiz degan. Netanyahu yana Isroiliyaning 7-oktyabrdan buyon tunji qatim juma kunidan beri G'azzaga yiqilg'u kirishini qabul qilganligi haqida to'xtalib, bu qadam bilan G'azzadagi yiqilg'u yetishmaslik sababidan kelib chiqqan suv masalasi tufayli yuqumli kasalliklarning rayonni ishg'ol qilgan Isroiliya askarlariga yuqishining oldini olishni maqsad qilganligini aytgan. Netanyahu ruxsat qilingan yiqilg'uning faqat suv va paskina suv pompasi qatorliq jiddiy ehtiyojli uskunlarga ishlatishga bo'ladigan oz miqdorda ekanligini alohida ta'kidlagan. Netanyahu Hamasdan keyin kelgusida G'azzani Falastin hukumatining boshqarishi to'g'risidagi munozaralar ustida to'xtalgan bo'lib, Isroiliya tarafidan o'ldirilgan falastinlik qarshilik ko'rsatuvchilarining oila tabiatlariga Falastin hukumati iqtisodiy yordam bermoqda. Shunga Falastin hukumatining G'azzani boshqarishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Finlandiya Rossiyaga echiladigan barliq chegara eg'izlarini ta'qib etishga tayyorligini bildirdi. Finlandiya Moliya ministri qo'shimcha muavin bosh ministr Riikka Purra TV1 kanalining programmasida so'z qilib, agar taqash qarorining chegara vaziyatini tinchlantirishga foydasi bo'lmasa, intayin to'van ehtimollik bo'lsa-mu, keyingi qadamni besishimizga to'g'ri keladi.
u bo'lsa-mu butkul sharq chegaralarimizni taqab, panohlik tilash ishlarini sharq chegaradan yiroq joylarga markazlashtirish dedi. Finlandiya musofirlarning tavalligiga kirishining oldini olish uchun 18 noyabrdan boshlab Rossiya bilan bo'lgan chegaralardagi 9 egizning 4-ni taqashni qaror qilgan edi. Turkiya Isroiliyaning BDTga tava maktabga qilgan hujumini aybladi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Isroiliyaning G'azzada BDT falastinlik panohlanuvchilarga yordam berish organiga tava Al-Faxura maktabiga qilgan hujumida o'nlagan begunoh falastinlik kichik bolalarni o'ldirganligi va buni qattiq ayblaydiganligini bildirdi. Bu vaqtdagi bayonotda Isroiliyaning bu hujumining G'azzada bevosita fuqarolarni bo'libmi kichik bolalarni qasddan va vahshiylarcha hujum nishoni qilganligining yana bir isboti ekanligi eskartilib, G'azzada mushu 5 haftada Isroiliyaning qonliq qo'lida hayotidan ayrilgan ayollar va kichik bolalarning soni insoniyatga nisbatan bir numus manbasi. Isroiliyaning sodir qilayotgan bu ig'ir jinoyatlar bilan qonunni va barliq insoniy qimmat qarashlarni oyoq osti qilishiga xalqaro jamiyat endi ko'p ko'z yummasligi lozim deyildi. Isroiliya qismlari G'azza rayonining shimolidagi Jibaliya panohlanuvchilar lagerida BDT falastinlik panohlanuvchilarga yordam berish organiga tava nurg'un fuqarolar panohlanayotgan Al-Faxura maktabini, shundaqla G'azzaning shimolidagi Baytlahiya rayonidagi Tal Az-Za'tar maktabini bombardimon qilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamiz ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.